Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Kelgandan bir like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugungi videomizda xudo xolasa Misrindagi shu ishimizdamiz. Bir dana blogerlarimiz keldi, xalq bilsin, 12 ay kanallarına xudo xolasa kelib, podishga tutdilar. Rahmat aytamiz ularga. İşte Harman, yaxshi ishni boshlabsiz, sherik bo'ldik xudo xolasa. Bu yerda hozir biza men ishonaman. Bu ishlar hammasi bitib ketadi hali. Tezlikda bitib ketadi. Navbat endi xalqimiz ozibirchilikda. Ozibirchilikli. Pul tashab turganlar ham kattadan katta rahmat aytamiz. Ozoz tashlasanizlar ham o'sha ko'p nima bo'lib ketadi bizda. Ish bo'lib ketadi. Bu yoqda do'stlar bor edi ozmoz. Eng osoni endi karucha kelib to'xtab. Karucha No'zi boshda karuchani olsa, keyin qon narsalarni asta-asta bitiramiz. Eng osoni hozir bizga pul kerak bo'lib turibdi. Karuch sot do'stlarimiz bo'lsa, aloqa qilsangizlar, xudo xolasa, karuchunda yordam bersalar, to'g'ri emasmi? Biz bir video qildik. Hali yana qilamiz. Bugun og'amlar bilan bir qilib turibdi. Keyin safar biza qilamiz. Endi hammamiz chiqaversak bo'lmasa kerak. To'liq videoni YouTube kanallarimizda ko'rsangizlar bo'ladi. Biz ham qo'ydik, Instagramga qo'yamiz. Rahmat. To'xtab. Bu yerda yana 4.571 kanalının admini geldiğine kattadan katta rahmat aytamiz. Geldik aileler, gördük, tanıştık, hakikaten aileye muhtaç, insana muhtaç aileler. Anacanımız yine kısmı iyi oturttu. Xudo xohlasa bize birleşsek, insanda katta kichisi bo'lmaydi. Şu ekranda görünüp duran karton nomerler şu kanaldan o'zlarini deyishdi. Zuhra Saliyeva deb chiqadi. Telefon nomerlari ham o'zlarini deyishdi. Bemalol qilajak insonlarimiz bo'lsa, adres so'rab kelsanglar bo'ladi. Adresimiz Miskin. Nerede adres qo'shing? Miskin Oqqamish 2-brigad. Oqqamish 2-brigadda ekan. 26-maktab yana. 25 ming dona karuch kerak ekan. Karuch taraflama yordam beradiganlar, karuch ekkenlar, taxta atkash imkonlarimiz bo'lsa, taxta ekkenlar xudo xohlasa. Yine görüp dursalar, bu başka bir tushuntirib berishni kerak ekan. Endi bir ikki yozibdi-da, pul yedi debdi. Şöyle pul yeb bo'lam aytgan odamning ichki vijdoni yo'l qo'yishi mumkin-da. Shunday odamlar bor-da, shuni deb aytibdi-da. Fikrlaganlar fikrli versan, yaxshi insonlar biladi. Rahmat, ehson qilib tursalar, Alloh rozi bo'lsin. Haqiqiy joyi narsalar, ehson qiladigan haqiqiy joylar. Blogerlarni hammamiz birgalashib keldik. Rahmat sizlarga. Akşam yine bir ağız şimdi video koyverdik yine kattadan katta rahmat aytamiz. Burada siz ham rahmat. Bir ağız gapimize yok demi geldi. Bu masa bize padiliş etishini so'raverdik, yine özleri yine gelip yine Xudoga shukr yine padiliş etib yine turtdilar. Bu yoqda yine Xalq bilsin kanalının admini Ulug'bek akamiz bir ağız aytverdik yine gelip padiliş etishini so'raverdik, gelip özleri yine yardım etib turtdilar yine. Quvondik 12 ay kanalının admini yine. Padiliş etib turtdilar yine, kattadan katta rahmat aytamiz yine.